Bugun 31-mart sanasida tarqalgan xabarlarga ko'ra, Qatar amirligi ilgari AQSh hukumatiga, xususan prezident Donald Tramp foydalanish uchun sovg'a qilingan hashamatli Boeing 747 samolyotini qaytarib olish bo'yicha rasmiy so'rov yuborgan. Taxminan $400 million baholangan ushbu samolyot AQSh havo kuchlari tomonidan vaqtincha foydalanish asosida asosiy xizmat samolyotiga aylantirish rejasi bo'lgan Air Force One sifatida xizmat qilish uchun keng ko'lamli xavfsizlikni qayta jihozlash ishlari olib borilayotgan bir paytda to'satdan diplomatik o'zgarish yuz bergani aytiladi. 2025-yil may oyida qabul qilingan qimmatbaho sovg'a allaqachon konstitutsiyaning mukofot to'g'risidagi bandi va xorijiy ta'sirga oid qizg'in huquqiy munozaralarga sabab bo'lib kelayotgandi. Manbalarga ko'ra, osmonda uchuvchi hashamatli saroy deb baholangan samolyotni qaytarish so'rovi Fors ko'rfazidagi tez yomonlashib borayotgan xavfsizlik holati va AQSh ma'muriyatining Tehronga qarshi maksimal bosim kampaniyasi bilan bog'lanmoqda. Aktivni qaytarib olish orqali Doha o'zini kuchayib borayotgan harbiy ziddiyatdan uzoqlashtirishga yoki yaqinda Oq uy tomonidan e'lon qilingan yangi moliyaviy talablarga siyosiy javob berishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Bu harakat Pentagonni qiyin ahvolga solib qo'yishi aytiladi. Chunki samolyotning maxfiy modifikatsiyalari va kuzatuv tekshiruvlari uchun soliq to'lovchilarning katta mablag'lari allaqachon ajratilgan. Oq uy hali qaytarib olish so'roviga rasmiy javob bermagan, garchi prezident ilgari Boeing samolyotlarini almashtirishni kechiktirish asosida bir paytda mamlakat pulini tejash usuli sifatida sovg'ani himoya qilib chiqqandi. Agar samolyot qaytarilsa, bu yuqori darajadagi diplomatik imo-ishoraning tarixiy barbod bo'lishini anglatadi va prezidentning havo transport missiyasini 35 yillik eskirgan holatdagi samolyotlarga bog'liq holda qoldiradi.